Assalomu alaykum akalar, tuzumchilar, joylar, salom, charchamayapsizlarmi? Akalar, anchadan beri video rolik qo'yolmayapmiz. Ish bilan bandmiz akalar. Hamma qatori qish kelgan paytda ham mana hozir katta sog'ganmiz. Xudo xolisa tugatsa arafasidamiz. Eson-omon tugatib olsa, ya'ni videolarimizni davom etkazamiz. To'g'ri tushuninglar. Imkon qadar harakatdamiz. Ko'p akalarimiz yozyapti, videolar qo'ymay qo'ydingiz. Pastda muammo bilan chiqyapsiz deb. Akalar, borimiz shu, to'g'ri tushunasizlar. Imkon qadar qiziqish uchun videolarni qo'yib boramiz va manaqa oldi sotdagi akalarimiz bor, so'rayotgan qo'yib bering yo boshqa qilib bering degan akalarimiz bor. Imkon qadar shu odamlarga foydamiz tegsin degan maqsadda videolar qo'yib boryapmiz. Xudo xolisa so'rovlarga ko'ra bozorlardan ham videosini qo'yib chiqaramiz. Qo'limizdan kelgancha to'g'ri tushuninglar. Nimaiki biz ham ishda odammiz, hammani o'ziga yarasha muammolari bor oilasida, hammani o'ziga yarasha ishlari bor. Aytib yurmaysizlar, imkon qadar qo'limizdan kelgancha videolarni qo'yib boramiz. Kelgan kaptalarga qiziquvchi akfiyalarimizga sotiladigan kaptalarimiz bor. 3 mana kaptalari anjanskiy sotiladi mana qo'shtin moda. Maymandagi nar sotuvda. Ben ikkov juyib mana shular. Ikkaga sheykalar bor, Sirdaryoda bitta akamizniki, Hasan mening akamiz bor. Sheykani qattalarini baqara tozalarini bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Videolarni jicha-picha qo'yib qo'yamiz. Ko'rasizlar. Shamol. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pullar keladigan bo'lsa, bilasizlar akalar, sifatli narsa hamisha yaxshi pul bo'ladi. 1 millionga dollar anjanskiy kaptallar jupini beramiz akalar. Uchuvlari qattiq aytmay hali sabitdan keyin tushiradigan. Sheykalar bo'lsa 3-4 soat, 5-6 soatga dollar uchib beradiganlari bor akalar. Ularni ham mana 1 milliondan 100 dollarga dollar qilib beriladi. Endi ko'proq olinadigan bo'lsa, hamisha bilasizlar, ko'piga skidga bo'ladi, jicha-picha o'tib beriladi. Ikkaga parandish qog'ozlariga mana parodali tovuqlar boqishga yoki cho'jalar boqishga qiziqadigan akalarimiz bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Oybek degan bitta akamiz bor. Andijon shahar tuman tepasida turadi. Parodali tovuqlarni ko'paytirish bilan shug'ullanadi. Ancha yildan beri tajribasi bor. Mana akamiz yangi ochgan YouTube kanali, bemalol o'tib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Va obuna bo'lib qo'ysanglar, qiziq videolarni qo'yib turadi, xudo xolisa. Telegram kanalimizning silkasini mana kommentariyada qoldiramiz. Bemalol o'tib obuna bo'lsanglar bo'laveradi. 500 taga yetganimiz, hozirda 200 ta bilan 197 tani atrofida aylanib turibmiz. Addushi 10 ta kaptalimiz bor. Prosta tak shunday pодарка qilib beriladigan. Xudo xolisa o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. 500 taga yetganimizda obunachilarimiz soni addushi yuraydan shunday pодарка qilib oladi. Kanalimizda ko'proq sotiladigan va tomoshaga kaptallar qo'yib boriladi. Unaqa palon kaptallar emas. O'rtacha shu o'zimizni xalqaro uchuma baqadigan akukalarimiz uchun uchumalarda ushalgan kaptallar va sotiladigan garantiyasi bor, garantiyasi yo'q kaptallarni qo'yib boramiz akalar. Shu bilan videolarimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Bizdan uzoqlashmanglar akalarim, xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri tushuninglar. Imkon qadar shu harakat qilamiz chiroyli videolar qo'yishga. Hozircha vaziyat shuni taqozo qilyapti. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.